Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Sizlar yig'ilishimizdan maqsad bankda tadbirkorlikni rivojlantirishimiz uchun boy imkoniyatlar bilan qisqacha tanishtirib o'tishimiz. Birinchi hakim yordamchimiz tavsiyasine asosan jismoniy shaxslar 33 million so'mgacha kredit ajratiladi. Ko'pchilik olib foydalangan bo'lishi kerak. Shu kreditdan samarali foydalanib vaqtida qaytarib kreditni yapgan mijozlarimizga 2 kefil bilan 50 million so'mgacha kredit beramiz. 24%dan xotin-qizlarga, 25%dan erkak odamlarga. Keyin vaqtida foydalanib kreditni to'lagan fuqarolarimizga yuridik shaxs tashkil etaman desalar 100 million so'mgacha garovsiz kredit beramiz. Asfobusini sotib olish uchun 6 yil muddatda 3 yil imtiyoz davri bilan 21%dan mahsulot aylanma mablag'ini to'ldirish uchun 24 oya 6 oy imtiyoz davri bilan 21%dan kredit ajratamiz. İmtiyoz kreditlerden foydalanmoq fuqarolarimizga avtomashina natural bino garov bilan 25%dan 100 million so'mgacha kredit ajratib beramiz tadbirkorlikni rivojlantirish uchun. Bu